Cho'l toshbaqasi. Cho'l toshbaqasi yurtimiz tabiatida eng ko'p uchraydigan, lekin hozirgi vaqtda soni kamayib borayotgani sababli himoyaga muhtoj jonivor hisoblanadi. Mamlakatimizning deyarli barcha tekislik hududlarida, qumli va sho'rxok cho'llarda uchraydi. Bu jonivor zaif, kamayib borayotgan O'rta Osiyo endemik turi hisoblanadi. Endemik deganimiz bu asosan faqat bizning mintaqamizda uchraydi deganidir. Toshbaqalar yilning katta qismini ham qishda, ham yozgi jaziramada yer ostida uxlab o'tkazadilar. Ular faqat bahorda o'tlar ko'kargandagina faol bo'lishadi. Uning kosasi, ya'ni toshi juda mustahkam bo'lib, bu uni dushmanlardan va issiq quyoshdan saqlaydi. Ular asosan cho'l o'simliklari, gullar va mevalar bilan oziqlanadi. Toshbaqalar juda sekin o'sadigan va uzoq yashaydigan hayvon hisoblanadi. Ularni tabiatdan ajratib uyga olib kelish ularga katta zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ularni o'z uyida, ya'ni tabiat qo'ynida asrashimiz kerak.